qiz bola idola ayoli bo'lishi, oilani onasi bo'ladi deysiz. Haqiqiy o'g'il bolaga xos, haqiqiy o'g'il bolaga mos bitta namoyish. Mana shu o'yinlarning zo'ri. Akasini tepasidan cholli devor holatda turibdi. Haqiqiy o'g'il bolalar uchun, onalarim uchun bitta o'g'il bola uchun namoyish Davron deydi. Orqada turgan yigitlar bir-birlarini pichir-pichir qilib, bir-birlarini qo'llarini uchun gaplashib yurdim. Mana malades polvon deb o'g'il bolaga o'g'il bola patis. Hali keldik. Hoş geldiniz yola gitti. Bir de karşıya devam et. Özlegin çekiyorlar. Bir de karşıya. Like bo'lsangiz YouTube'dagilar bizni qo'llab-quvvatlayotganlar, chunki sonni ko'ryapganlardan like, qo'llab-quvvatlab kommentariyada hushyor bo'lamiz.